Senden bağım bolam. Yo'q, yetishib boryapti. Katta ho'kizdek bolalarni qilayotgan ishini qara. Yo'q, boshqani uyga bor. Odamlar chaqalog'ini Mercedes olib chiqyapti. Mana Spark'ga olib chiqasizlarmi? Tug'ilishimdan stress. Menga zararmi shuncha g'am tashvish? Yig'ishtir mehmoningni. Keladi yuzimni ushaydi. Boshqa narsani ushlasin. Ana ta'sirini ko'rdingmi? Bolaga ta'sir qiladi devdimmi? Ya o'chiring, nima bu ya? Alla bolam, Ya alla ya fonogramma ya YouTube'da qo'yib yotibsiz. O'zingiz bilmaysizmi? asabiylashma bolam. Davay ayting o'zingiz. Alla ayta. Ya jim sharit ya ovozda qo'lni qarang. Sal tuxum yetmaydimi ovozga? Qandadan? Dada. Bu yoqqa keng o'zingiz ayting, mana ahvolni qarang. Ya onasi hamsa qaradalik pustoy, qorin ochman, nima yeyman dada? Nima yeyapsiz? Sifati pichinasin yeyapman. Ana tretagi pichanami? Onamning qo'lida eshitganda zo'r ekan buni shirinliklar, ha? Ha, zo'r. Menga endi bitta bering. O'g'lim, senga bu mumkin emas-da. Mana, sen sut ichgin bola. Yig'ishtiring ximika sutni o'zingiz ichasiz. Men onamning sutini ichaman. Ola bitta sut bering, kayf qilib ichaylik. Davay, qorin och deyapmanmi? Uxladimi? Ketdik. Ketinglar. Uxlatib ketinglar. Mana yerda onasini emasdan chillali bola bir o'zi qolyapti. Sizlar ketinglar.